Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanali kuzatuvchilari. Bugun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18-bobi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi haqidagi videoroligimizning 4-qismiga to'xtalamiz. 101, 104-moddalarni o'z ichiga olgan bo'lib, 101-moddamizda Oliy Majlis Senat o'z tarkibidan Senat raisi va uning o'rinbosarlarini saylaydi. Senat raisi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga binoan saylanadi. Oliy Majlis Senat raisining o'rinbosarlarining biri Qoraqalpog'iston Respublikasi vakili hisoblanadi. Oliy Majlis Senat raisi va uning o'rinbosarlari yashirin ovoz berish yo'li orqali senatorlarning sonning ko'pchilik ovozi bilan Senat vakolati muddatiga saylanadi hamda aynan bir shaxs surunkali 2 yil muddatdan ortiq Oliy Majlis Senat raisi bo'lishi mumkin emas. Demak, 102-moddamizda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qonun loyihalarini tayyorlash, Qonunchilik palatasi muhokamasiga kiritilgan masalalarni dastlabki tarzda ko'rib chiqish va tayyorlash, O'zbekiston Respublikasi qonunlari, Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan qaror ijrosini ustidan nazorat qilish uchun o'z vakolat muddatiga Qonunchilik palatasi deputatlari orasidan qo'mitalar saylaydi hamda Oliy Majlis Senati ham Senat muhokamasiga kiritilgan dastlabki tarzda ko'rib chiqish va tayyorlash, O'zbekiston Respublikasi qonuni hamda Senat tomonidan qabul qilingan qarorlarni ijrosini nazorat qilish uchun o'z vakolatlar muddatiga senatorlar orasidan ham qo'mitalar saylaydi. Hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati zarurat bo'lgan taqdirda muayyan vazifalarni bajarish uchun deputatlar, senatorlar orasidan komissiyalar tuzadi. 103-moddamizda mamlakatning xavfsizligi, barqaror rivojlanishi asosida salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda inson huquqlari va erkinliklariga, jamiyat va davlat manfaatlariga tahdid soladigan faktlar, voqealarni o'rganish maqsadida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatning qo'shma qarori bilan parlament tekshiruvi o'tkazishi mumkin. Demak, parlament tekshiruvi o'tkazish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va Senat a'zolari orasidan tenglik asosida maxsus komissiya tuzilib, o'z faoliyati qonunga muvofiq amalga oshiradi. 104-moddamizda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlariga va Senat a'zolariga ularning deputatlik yoki senatorlik faoliyati bilan bog'liq xarajatlarni belgilangan tartibda qoplanadi. Qonunchilik palatasi deputatlari hamda Senatda doimiy asosda ishlovchi Senat a'zolari o'z vakolatlari davrida ilmiy, ijodiy, pedagogik faoliyatdan tashqari haq to'lanadigan boshqa turdagi faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin emas hamda Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi deputati va Senat a'zolari daxlsizlik huquqidan foydalanadi. Daxlsizlik huquqi Qonunchilik palatasi yoki Senatning roziliksiz jinoiy javobgarlikka tortilishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi yoki sud tarkibida belgilangan ma'muriy jazo choralarini qo'llashi mumkin emas. Demak, shu bilan bugungi videoroligimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.